cheksiz yo'riq olamda aql idroqqa ega hayot egisi yolg'iz bizlar emaskanmiz. Xudo, meni ayaydigan kim qoldi? Meni ayaydigan kim qoldi, Xudo? Qaranglar, o'g'li turib, kexa otisini yerligiga qo'ymay, mehmonga kelgandek ikki qo'lini ishtinning yonchuq sepli turganini. Ular yer shardiklar bilan aloqa o'rnatishga xushtarkan. Yo'l aman, o'g'lim. Aeroplandagilar o'z o'rnini tashlab ketmasin. Har qanday bahona bilan aviamatkidan yiroqlashmasin. Anglanglar. Biz yer shari uchun pilotlar ara xabar beryapmiz. Hay, sizlar bu yerga ahmoqlarcha kelib, ahmoqlarcha o'lib ketisizlar. Ey yaratgan egam, agar bandalarning tiligini anglaydiganliging rost bo'lsa, men bir munojat aytay. Tarjimondan Sobiq Sovet ittifoqining atoqli qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovning Asrdan halqagan bir kun nomli romanining eng oxirgi bir jumlasini tarjima qilib bo'lgan chaqda allaqachon kech soat 10 dan oshgan edi. Roman tarjimasining putganligi munosabati bilan hayajonlanib, ko'zimga uyqu kelmay qo'ydi. Romanda bayon qilingan asosiy voqea Nayman ona to'g'risidagi rivoyat. Asosiy qahramon Yedigay va men to'limi yaxshi ko'radigan personajlardan Abu Talib Quttiboyev. Zarifalar yana ko'z oldimdan kino kartinasidek o'tishga boshladi. Men Asrdan halqagan bir kun romanini Uyg'ur tiliga tarjima qilish munosabati bilan keng Uyg'ur o'qirmanlardan burunroq, ortiqroq ko'rganligim. Romandagi personajlar bilan ko'proq mungdishib chiqqanligim uchun romanning asosiy ideyasi, mazmuni va alohidaligi ustida keng o'qirmanlarni boldura xabardor qilay deb yana qo'limga qalam oldim. Sobiq Sovet ittifoqi qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov dunyo adabiyot munbiridimi kishilarning diqqatiga sazovor bo'lib kelayotgan katta yozuvchi. Yozuvchining nasabi va birmuncha asri keng Uyg'ur o'qirmanlariga xeyli tonish. Asrdan halqagan bir kun yozuvchining 1980-yili yo'riqlikka chiqqan buyuk asri bo'lib, ko'p millatlik sobiq Sovet ittifoqida, shuningdek dunyodagi boshqa ellarda qayta nashr qilingan. Nihoyatda cho'nqur ta'sir qo'zg'agan. Uning ideyasi yangi, shakli yangi, tuzilishi yangi. Uningda o'tgan zamon, hozirgi zamon va kelgusi zamon voqealari, zamonimizdagi kishilar bilan Samon yo'li planetasidagi kishilar va ularning insoniy axloq masalalari nihoyatda inchga va yuqori mahorat bilan suratlanib, bizni nihoyatda cho'nqur o'yga soladi. Amerika Harvard universitetining professori Nabi xonimning meningdan Aytmatovning musha asrda tasvirlangan manqurt masalasi haqida Aytmatov bu asrga bundaq bir rivoyatni qistirib o'tishda nemini ko'zda tutadi deb maxsus chuqchilab so'rashimu uning bu voqeani va bu voqea orqali ishora qilingan masalalarni to'liq o'ylab, texicha aniq bir xulosaga kelolmaganligidan deb qarayman. Chunki mundaq masalalarni tushunish g'arb tadqiqotchilari uchun undaq oson emas. Bu xuddi Nashputni ko'rib boqmagan odam Nashput desa qandoq nimadir deb qolganiga o'xshashli ish. Keng o'qirmanlarning tushunishiga yordam bo'lsin uchun men romandagi bir necha asosiy voqealik ustida o'z tushanchamni o'tirg'a qo'yib o'tmoqchiman. Asrdan halqagan bir kun romanida haqiqatan fantaziya yepinchi qilinib, tarixiy rivoyat sifatida Nayman ona bilan uning o'g'li Manqurt yo'l amon fojiasi, hozirgi zamon voqealari sifatida Abu Talib Quttiboyev fojiasi, kelgusi zamon voqealari sifatida Sovet Amerika olam uchquvchilarining fojiasi urush orqa qilib tasvirlanadi. Shuning bilan birga bu uch fojiaga yondashtirib insonparvarlik, insoniy adab axloq masalalari cho'nqur yo'ritib beriladi.
Yazğıcının közetiş dairesi payonsuz Sari Özək çölüge joylashgan 7-8 oilelik kichik bir temir yo'l bekitidagi nihoyatda oddiy turmushdan toki o'rmonto'sh planetisidagi g'oyaviy madaniy jamiyatning yuksak madaniy turmushigacha bo'lgan kenglikka yetib boradi. Bu uch fojia romanning yadrosi bo'lib, hammadan muhimi Naymon ona va uning o'g'li Manqurt yo'l amon fojiasidir. Buni o'qirmanlarimizning oldiga Ovozli sal yeyib kitob berganimizning aptitoli. ziyni bo'ldi.